Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Max Holloway Charles Oliveiraga qarshi mag'lubiyatini izohladi. Biz zarba berib doim harakatda bo'lishni rejalashtirgandik, ammo ularning rejasi yaxshiroq chiqdi. Charles Oliveiraga hurmat bajo keltirish kerak. U ajoyib jangchi va BMF kamari chempioni sifatida undan boshqasini tasavvur qilish qiyin. Men qaytaman, yana kimnidir dodini beraman va yana chempionlik poygasiga qaytaman. Sizlar hali meni ko'rsata oladigan hamma narsani ko'rganingiz yo'q. Bu hali yakun emas. Va biz Charles Oliveira bilan yana uchrashamiz. Charles, sen meni kut, deb aytib o'tdi Max Holloway do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Bu jangda Charles Oliveira BMF kamarini loyiq jang qildimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Va do'stlar, jangdan so'ng Dana White Max Holloway va Charles Oliveira jangi haqida gapirib o'tdi. Men bu jangda stoykada ancha ko'proq ish bo'ladi deb o'ylagandim. Shuningdek, Max takedownlardan yaxshiroq himoyalanadi. Agar uni parterga tushirishsa ham tezda yana oyoqqa o'tiradi deb kutgandim. Ammo bunday holatlar bo'lib turadi. Oxir-oqibat har qanday jangchining maqsadi g'alaba qozonishdir. Charles esa g'alaba qozonish uchun aynan nima qilish kerak bo'lsa, shuni qildi. Ehtimol bu haqda Maxning o'zidan so'rash kerakdir. Lekin katta ehtimol bilan ular tayyorgarlik lagerida boshqa ssenariyni kutishgan. Agar siz Charlesning janglarini ko'rgan bo'lsangiz, u stoykada ham ochiqchasiga urushishdan qo'rqmaydi. Va ko'rinib turibdiki, Oliveiraning jamoasi Maxni parterga tushirish olsa, hammasi bugun bo'lgani kabi yakunlanishiga chin dildan ishongan. Charles Oliveira yaxshi ish qilmadi. Lekin tabriklayman, u BMF kamarini qo'lga kiritdi. Revansh haqida keladigan bo'lsak, albatta revansh bo'ladi. 3-chi jang bo'ladi, deya aytib o'tdi Dana White do'stlar. Siz ham do'stlar o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Men uchun qiziq. Asosiy xabarga ham yetib keldik. Muhammad Makayev Braziliyada bo'lib o'tadigan Hype Brazil grappling turnirida Arman Sarukyan bilan grappling qoidalari bo'yicha bahs olib boradi. Avvalroq Sarukyan amerikalik kurashchi Jorge Paulus bilan revansh jangi o'tkazishi xabar qilingandi. Ularning RAF Liga turniridagi oldingi uchrashuvi esa ommaviy janjal bilan yakunlangan edi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Paulo grappling bo'yicha chiqishdan voz kechgan va ikkinchi bahsni erkin kurash qoidalari bo'yicha o'tkazishni talab qilgan. Va ko'rib turganingizdek, Arman Sarukyan Muhammad Makayev bilan grappling bahsi o'tkazadi. Bu juda ham qiziq jang. Bilamiz, Muhammad Makayev ham ko'p janglarni shu grappling bo'yicha UFC'da g'alaba qozongan. Bu ikki jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring va ko'rishguncha.